Yulduzni gapirsam, Yulduz menga javob bersa, men populyarni bo'laman dedi-da. Bu blogerlikka kirmaydi. Konsert paytida men kilo oldim. Haligi er o'rnida ko'rmaydi. Uvol qilib isrof qilganini ham ko'ryapman-da. Yashatganingni yashamay qo'ymaysan dedi. Bu bor. Сколько мне осталось? Я больше половины жизни прожила. Qolgani bonus. Shaxsga munosabatim 0, 0. Чисто по ситуации o'sha Ozodada ayb yo'q deb bilaman. Haqiqatni betiga qaranglar. Qiz nogiron bo'lib qoldi, u farzand ko'rmaydi ertaga. Bir yog'ida eshitib, ikkinchi yog'ida eshitmasdan men ham yurist bo'lganim uchun aytyapman. Men ham yuristman. Karimov qizil ruchka bilan qo'l qo'ygan ekan. Hammani ko'k ruchka bilan qo'l qo'ygan ekan, menga qizil ruchka bilan qo'yilgan ekan. Men uyimdagi bolalarimga ham aytganman, mana men o'zim. Men agar menga biron narsa bo'lsa, uylantirib qo'yasanlar hammang. Navoiyni shu ozera yonida ikkita yaxshi joy ochilganda, bitta qo'shiq premyeralaringizni bittasini o'sha yerda ham qilsak degan edim. Nasib xudo xohlasa.